Islom Abdug'aniyevich Karimovni Rossiya prezidenti Vladimir Putin xotirladi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov buyuk davlat va siyosat arbobi edi. U nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyoda ham hamjamiyatda katta obro'-e'tiborga ega. O'zining siyosiy qarashlari, kelajakni oldindan ko'ra bilishi, xalqparvarligi va millatsevarligi qolaversa, global muammolar ustidan doimiy ravishda bosh qotirib ularni yechish yo'llarini qidirishi bilan nazarga tushgan edi. Mintaqalarda katta hurmat qozongan Islom Karimov Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan ham iliq munosabatda bo'lgan. Ular nafaqat siyosiy hamfikr, balki do'st, og'a-ini bo'lgan. Bu haqida Vladimir Putin xotiralari Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylashtirilgan. Islom Abdug'aniyevich buyuk davlat arbobi, o'z mamlakatining haqiqiy yetakchisi edi. Zamonaviy o'zbek davlatchiligi tarixining muhim bosqichlari aynan uning nomi bilan bog'liqdir. Islom Karimov rahnamoligida O'zbekiston Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash hamda mintaqada ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan tinchlikparvar siyosatini olib bordi. Islom Karimov O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida shakllanishiga ulkan hissa qo'shdi. Uning xizmatlari ko'lamini faqatgina vaqt o'tgach to'liq anglash mumkin deb o'ylayman. O'zbekistonning yangi tarixida ro'y bergan voqealarni turlicha baholash mumkin. Eng asosiysi, davlat rahbari mamlakatda barqarorlik va izchil taraqqiyotni saqlab qoldi. Ko'p yillik qadrdonligimiz va hamkorligimizdagi faoliyatimiz mobaynida, ayniqsa so'nggi yillarda Islom Abdug'aniyevich bilan o'rtamizda iliq munosabat shakllangan edi. U menga xayrixoh munosabatda edi. Yoshi mendan ancha katta bo'lganligi bois Islom Abdug'aniyevich kaminaga ismimni aytib, sen deb murojaat qilar edi. Bundan esa insoniy bir samimiyat va yaqinlik his etar edim, deydi Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z xotirasida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016-yilning 2-sentyabr kuni 78 yoshida og'ir xastalikdan vafot etgan edi.